Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Sizlar bilan birga bugun nakitli chok, ya'ni ilmoqli ustunchi to'qishni o'rganamiz. Buning uchun ikkita zanjir ovolinadi. Mana ikkita zanjir ovoldik. Endi ishchi ipimizni ilib, zanjir ichiga birinchi zanjir ichiga kirib, yana ishchi ipimizni ilib olib chiqiladi. Mana 3 ta halqacha hosil bo'ldi. Endi ikkita halqachadan ishchi ipimizni ilib olib chiqariladi. Mana. Endi ikkita halqacha qoldi. Endi ikkita halqachadan yana ishchi ipimizni ilib olib chiqiladi. Yana ishchi ipimizni ilib halqachani ichiga kirib, yana ishchi ipimizni tortib chiqaramiz. 3 ta halqacha hosil bo'ldi. Endi ikkita halqachadan yana ishchi ipimizni ilib chiqaramiz. Endi yana ikkita halqachadan ishchi ipimizni ilib chiqaramiz. Shu tariqa to'qishda davom etiladi. Ishchi ipimizni ilib halqacha ichiga kirib to'qib oldik. Endi keyingi qatorga o'tishimizdan oldin yana ikkita zanjir to'qib olamiz. Mana bu qatorda ham xuddi shunaqa ishchi ipimizni ilib olib, halqacha ichiga kirib, yana ishchi ipimizni tortib olib chiqib, 3 ta halqacha hosil bo'ldi. Ikkita halqachadan ishchi ipimizni o'tkazib, keyin yana ikkita halqachadan ishchi ipimizni o'tkazib, to'qishda davom etiladi. Bu chok kiyimlar to'qilayotganda juda ham ko'p ishlatiladi. Mana qatorimizni oxirigacha ham to'qib oldik. Bu chokni o'rganib, o'zingizlar uy sharoitida to'qib ko'rishinglar mumkin. Darsimiz sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta fikrlaringlarni kommentariy orqali bildirib o'tinglar. Keyingi darslarda
Uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.